Sizning ham chang yutgichingiz changlarni, musorlarni tortmay, oxirgi vaqtlarda asablaringizni gitara qilayotgan bo'lsa yoki uni ustaga olib borish kerakmi, nima qilsam ekan deb boshingiz qotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Oxirigacha ko'ring. Bu uchun chang yutgichni filtr qismi, yo'qolish line qismi barcha qismlarini ajratib olib, chang yutgichni to'kka tiqib, uydan xoli bo'lgan joyga, ma'qulroq joyga qo'yib, o'zini ishlashi uchun qo'yib beriladi va motoridagi va ichki sohasidagi barcha changlar, mayda musorlar hammasi chiqib ketgandan keyin qolgan hamma qismlarini artib tozalab joyiga qo'yiladi va o'zingiz natijani ko'rib turibsiz. Juda ham zo'r, yangidek bo'lib qaytadan ishlashni boshlaydi.